Maxtumquli. Ha, ota. O'g'lim. Keyingi paytlarda nechukdir o'ychan, g'amgin ko'rinur seni. Nedin siqilur sen? Nedin buncha bezovta sen? Ayt. Dardingni ichingda saqlama o'g'lim. Otajon, ko'nglimdagini anglatmoq mushkuldir. Agar izn bersangiz, safarga ketmoqchiman. Safarga? Nichun? Qayyon ketmoqchisan? Buxoroga. Qismat bo'lsa agar Xivaga. O'z ilmimni, savodimni orttirmoq istayman. Navoiy, Fuzuliylardek o'z ona tilimizda go'zal ash'or yaratmoq istayman. Ko'ngling chorlagan bu yo'l juda murakkabdir demoqchiman. Siz menga inoningiz ota. Shu harakatim birla bu qadimiy ilmning boshini bir yerga jamlamoq nasib etar deya umid qilurman ota. Turkman elining jamlanib bir butun davlat bo'lishini umrim bo'yi men ham orzu qilib yashadim bolam. Ikkimizni ham yurakdagi dardimiz bir. Niyatingni tushundim o'g'lim. Agar shunga qaror qilgan bo'lsang mayli. Ruxsat etgum. Yo'llaring bexatar. Alloh yor bo'lsin. Maxtumquli aytar, qolmisham chog'dan. Ko'ngil qushi talvos urar yiroqdan. Har yerda sog'lig'im tila, ul haqdan. Duo qilib, haqqa yo'l bor, ozodim. Davlat Mamad der, birga safo suraylik. Yo'qsa yuboraylik, sinab ko'raylik. Amin deb tur o'g'lim, duo beraylik. Bir Alloh yor bo'lsin senga, bor o'g'lim. Ismingiz va nasl nasabingiz? Mir Husayn Murodshoh o'g'li. Sayramdan keldim. Otamiz savdogarlik bilan shug'ullanadurlar. Yozdim. Bu yoqqa o'tib turingiz. Xo'p, taqsir. Sizning ismi sharifingiz? Jobir ibn Mumtoz. Yozdim. O'tib turingiz. Tashakkur, taqsir. Xo'sh, siz yaqinroq kelingiz. Hoy, Muqrim. Go'zal singlingiz bormish deb eshitdim. Sohibaligi 3-xotin bo'lgani yaxshimi? Yo menga 2-xotinlikqa berursizmi? Balki qarindosh bo'lurmiz. Ha, haddingizni biling, mullavachcha.
Aks holda kimni jiyani ekaningizga ham qarab o'tirmasmen. Inim, g'azablanmangiz. Bizga ikkinchi xotin qilib bergingiz kelmayotgan bo'lsa, mana, aytdim-ku. Unda singlingizni sohibaliga uzaturmiz. Qalin puli mendan sovg'a bo'lsin. Xo'sh, nima deydilar? Ma'zur tutkaysiz. Yangi toliblardanmisiz deyman, inim? Bizni tanimay turgan ko'rinursiz. Sizga birovning suhbatiga burunni suqish adabsizlik erkanin so'ylashmaganmi? Adab haqida adabsizdan nasihat eshiturmen deb o'ylamabmen. Nima? Afsus, Ko'kaldosh madrasasida siz kabi tarbiyaga muhtojlar bormish. Hazrat Navoiy to'g'ri aytibdilar. Nokasu nojins avlodin kishi bo'lsin debon, chekma mehnat kim latif o'lmas kasofat olamiy. Chun kuchuk birla xo'tikka necha qilsang tarbiyat, it bo'lur, dog'i eshak, bo'lmas aslo odamiy. Hay, Haydarbek, shaytonga hay beringiz. Hozir mavridi emas. Yuringiz, ketaylik. Mayli, muqrim. Ishingiz ko'pga o'xshaydir. Munozarani keyinga qoldiramiz. Bularni qancha tarbiyat qilmangiz o'zgarmaydilar. Navoiy hazratlarining xitalaridan juda o'rinli foydalandingiz. Davom etamiz. O'zingizni tanishtiringiz. Maxtumquli Davlat Mamat o'g'li. Asli Gergezdan men. Maxtumquli Gergezdan. Gergezdan? Xo'p. Siz shoir Davlat Mamat Ozodiyning o'g'limisiz? Shundoq taqsir. Maxtumquli. Siz ham shoirsiz, to'g'rimi? To'g'ri. She'rlaringizni qo'shiq qilib baxshlar kuylashayotganidan xabarimiz bor. She'rlaringiz juda ibratli va latif. Qalamingiz xo'p go'zal. Ozodiyni va Maxtumqulini she'rlarini o'qimagan turkman yo'q. Ismim Bobo Muslim, Ibrohim o'g'li. Marftanman. Siz bilan qonimiz bir. Bobo Muslim. Marftan, a? Marftan. Ko'kaldosh madrasasiga xush kelibsizlar. Madrasamizda handasa, tabobat, kimyo, jo'g'rofiya, tarix, riyoziyot, she'riyat, hatto falakiyot fanlaridan ham mudarrislarimiz bor. Bu esa madrasamizning kutubxonasi. Bu kutubxona meni ham o'ziga rom etmish. Bunda qadimiy Yunon faylasufi Batlimusning Al-Majist asaridan tortib Mirzo Ulug'bekning Zichi Ko'ragoni kitobigacha topa olasiz. Kutubxonamizdan arab, yunon, fors, turkiy, hatto chinu hind tilida yozilgan mashhur kitoblarning aslini va nusxalarini topib o'qimak mumkin. Bag'oyat katta kutubxona ekan. Shundoq. Maxtumquli. Inim. Siz ko'proq qaysi ilmlarga qiziqursiz? Maqsadim bu dunyoda va oxiratda foydali bilim o'rganmoq. Xohish bo'lsa imkon topilur inshaalloh. Madrasamizda 10 yillab ta'lim olayotgan talablarimiz bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam utlubul ilmi minal mahdi ilal lahadi demişler. Ma'nosini bilurmisiz? Bilurmen. Beshikdan qabrgacha ilm izlang demakdir. Otangizga rahmat. Kutubxonamizda yana Navoiy, Jomi, Fuzuli asarlari deysizmi? Hammasidan bor. Asarlarning aksariyati arabcha, ba'zilari forsi va turkiy tillarga tarjima qilingan. Lekin hali
tarjamaga qo'l urilmaganlari ham bisyor. Inshaalloh. Har birini o'qib chiqurmen taqsir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maqsud, Labbay taqsir. siz hujrada yolg'iz turibsiz chog'i? Xuddi shunday. Inim. Unda bo'lsa, Turkman elidan kelgan qardoshlarimiz hujrangizga joylashsunlar. Bosh ustiga. Bu bizning hujra. Tamadini ham shu yerda qilurmiz. U yerda boshqa hujralar. Hujramiz kichik bo'lsa ham bag'rimiz keng. Har qalay amallab tong o'tirsak bo'lur. Eng asosiysi tegramizda 4 devor, ustimizda tom bor ekan. Shundoq. Qani, yuqoriga marhamat. O'tingiz. Xurjunlarni mana shu yerda qoldirsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling taqsir. Haytovur sizga aziyat berib qo'ymaymizmi? Aslo. Ilmga ishtiyoqmand kishilar suhbati jonu dilimiz. Kaminaning ismi Maqsud. Toshkanlikman. Juda ham soz. Toshkentga borib Hazrati Zangotani ziyorat qilmoq orzuyim. Rostdanmi? Xo'p. Nasib etsa, Zangota qadamjonlariga sizni o'zim olib borgaymen. Inshaalloh. Inshaalloh. Yanglishmasam, siz tabobat bilan shug'ullanursiz, a? Darrov ilg'adingizmi taqsir? To'g'ri. Bu yerda tabobatni o'rganmoqdamiz. Ibn Sino hazratlarining Al-Qonun fit tib asarlari. Tib ilmi sirlarini o'rganmoq uchun hazratning tib qonunlarini o'qimoqdamiz. Hali shogirdmiz, biroq giyohlardan dorilar tayyorlab, ba'zi yengil xastaliklarni davolab turibmiz. Undoq bo'lsa, xastalikdan qo'rqmasak ham bo'lar ekan, og'a. Tabib o'zimizdan. Shundoq. Yo'q, og'a. Xato ketdi. Tabib ham o'zimizdan, shoir ham o'zimizdan desak to'g'riroq. Shoir kim? Maxtumquli og'amiz shoir ekanlar. Nima? Maxtumquli sizmisiz? Nahotki o'sha mashhur shoir siz bo'lsangiz? Bu hazil emasmi? Oriy rost, aynan o'zlari. Shoshmangiz. Agar siz haqiqatdan Maxtumquli bo'lsangiz, bo'ylaringga g'azalini o'qib beringchi. Bo'lmasa, yotoqqa kirmaysiz. Sizdek insonga men yo'q deya olmayman. Tashakkur. Yursang yorim quvonurmen. Sarvi qomat bo'ylaringga. Guldin libos yarashib tur. Sog' salomat bo'ylaringga. Men bulbulg'a aylab ozor, shirin jonim olding nisor. Zulayxodan qolgan zunnor. Bo'lsin hojat bo'ylaringga. Bulbuldek ovoz. To'g'rimoqda hollar. Bir mıkamada boylarıma Güllün pişeşarin yanaşıptur Azap rahada boylarıma Güllün pişeşarin yanaşıptur Azap rahada boylarıma Hoş gelmeyin. Öldüm yollarım Kendim kanım yâri Kurtun canım Okbalım dinim imanım Kalem kurmutum boylarıma Okbalım yâri din imanım Kalem hurmatum boylarıma Aşkın dilin o mirdad eyle Min adad eyle Maxtumquli sendan ko'zimiz Yâri feryad eyle
yetmez lahavu. Maxtum qulog'a, sizni oqsoqollar chorlayapti. Shundoqmi? Havo. Yaxshi kuylayapti. Ha. Barakalloh. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Navruz olam muborak bo'lsin. Tashakkur. Yaxshimisiz Vaqtim otaxonlar? keldingmi? Keldim. Hamma seni kutmoqda. G'azal va she'rlaringni tinglamoq istaydirlar. Men ham ularga va'da berib qo'ydim. To'g'ri qilibsiz ota. Bizning qo'shiq va bitgan g'azallarimiz shu xalqimiz uchundir. Shuning uchun bugun bayram munosabati bilan she'r o'rniga qo'shiq kuylab bersam nima deysiz? Nima deb juda Yasha. Ha. Ey Maxtum quli. She'r yozib qo'shiq aytmoqdan ne foyda? Undan ko'ra men bilan kutsinash. Turkman yigitining mardligi bedov otni minganida bilinur. Ahmet, La buyog'i. otingni ber Maxtum quliga. Bugun sen bilan ot chopar o'ynash niyatim yo'qdir. Ammo bu borada sendan aslo ortda qolmasligimni bilurmen. Barakallo o'g'lim. Yaxshi soat choptirsak, seni yenga olmayman deb qo'ya qol edi. Bu asnoda g'azal aytmoqqa nima hojat? Shehimjon, g'azaldir, she'rdir, alarning asosi, tirgagi so'zdir. Gohida qilich yenga olmagan yog'iyni so'z bilan yengish mumkindir. Haq rost. To'g'ri so'zlayapsiz ota. To'g'ri aytibsiz. Shekimjon. Bayramni buzma. Biz Maxtum qulini ot minib, seni ko'p mag'lub etganini shohidimiz. Shundoqmi, oqsoqollar? Shundoq. Chekimjon, ota bobolarimiz yiqilgan kurashga to'ymas deb bekorga aytishmas ekan. Endi biz Maxtum qulini qo'shiqlarini tinglamoqchimiz. Sen bor yaxshisi, jona. Aytaver Maxtum quli, davom et. Alloh taolo ilm izlashni, ilm o'rganishni barcha musulmon bandalarga buyurmuş. Qur'oni Karimning bir necha oyatlari bunga dalolatdir. Mujodala surasining 11-oyatida Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato ettirgan zotlarni darajalarga ko'tarir. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir deb marhamat qilinadi. Ilm talab qiluvchilar, olimlar Allohning nazdida yuqori darajaga ega bo'lurlar. Hazrati Abu Abdulloh al-Xorazmiyning fikrlaricha riyoziyot 4 qismdan iborat bo'lib, birinchisi son va hisob ilmi, ikkinchisi handasa, uchinchisi ilmi nujum va to'rtinchisi musiqa ilmidir. Hazrati Yoqub ibn Ishoq al-Kindi ham nazariy falsafani mantiq, riyoziyot, tibbiyot va ilohiyotga bo'lib, moddiy olam o'zagi uning asosiy alomati. Son va sifatini o'rganish orqali anglashilur deydi. She'riyatda aruz ilmi aslida arabiy va farsiy she'r uchundir. E'tibor qilgan bo'lsangiz, shu choqqacha yozilgan eng go'zal ash'or, g'azal va ruboiylar avval arab,
so'ngra forsiyda aruz qoidalariga muvofiq bitilmishdir. Nazm uchun aruzdan o'zgasi aslo to'g'ri kelmas. Binobarin she'r bitmoq uchun aruz ilmini mukammal bilmoq lozim gerur. Taqsir, menda bir savol bor, mumkinmi? So'ylang bo'tam. Turkman tilida yozilgan qo'shiqlar aruz vazniga to'g'ri kelmasa, hijo usulida yozilsa bo'larmi? Turkman tilida she'r biturmayan deysizmi? Shunday. Turkman tili umuman turkiy tillar, arab yoxud forsiy tillar kabi boy emaslar. Tabiiyki, bu tillarda yozilgan bir nimalarni baxshi derlarmi, oshiq yo oqin derlarmi, alar so'z chalib o'qiydirlar. Ammo ul hargiz she'r emas. Avomning ko'nglini ovlamoq uchun bir nag'madir. Ma'zur tutgaysiz, fikringizga qo'shila olmasmen taqsirim. Avvallari siz kabi ayrim olimlar ham turkiy til haqida shunday fikrda bo'lganlar. Biroq Said Nasimiy 400 yil, Hazrat Navoiy 300 yil muqaddam alarning nohaq ekanini isbotlabdirlar. Ko'ngil bermish so'zimga turkjon ham, na yolg'iz turk, balkim turkmon ham. Nasimiy Xalabda terisi shilinmish bir shakkok, xurufiy bo'lgan. Zotan men ham Xalabdanmen. Amir Navoiyning faqat forsiy tilida yozgan g'azallari go'zal erur. Men turkiy she'rlarni xushlamasmen. Bu tabiiy. Turkiy tilga bo'lgan nafratingiz ochiq ko'rinur, taqsir. Har bir millatning o'z tili bor. Va har bir elning shoiri o'z tilida she'r bitmoqqa haqli erur. Mavlono Burxoniddin Sivosiy, Muhammad Fuzuliy hazratlari ham Turkiyning o'g'iz lahjasida go'zal misralar yaratganlar. Shaydoyi Durdi Nur Muhammad Andalib ham ajoyib g'azal va dostonlar bitmoqdalar turkiy tilimizda. Xo'sh. Kim taniydi sizning o'sha shoirlaringizni? Mulla bachcha, siz shuni qulog'ingizga yaxshilab quyib olingki, bir ikkita g'azal yoxud doston birla tilning boyligini aslo o'lchab bo'lmas. Buni sizga Kamina Abu Qahton ibn Ahmad Shomiy aytmoqdamen. Taqsir, so'zimni hurmatsizlikka yo'ymangu. Ammo arab va fors tillarini a'lo sanab, ona tilimni kamsitishingizga yo'l qo'ymasmen. Go'zallik borasida turkiy til, turkman tili aslo qolishmaydir. Aruzda-da aruzdan foydalanmay ham she'r bitsa bo'lar. Nima? Aruzdan voz kechishni istaysizmi? Yo'q taqsir. Men voz kechmay o'tiraman. Mendan oldingi turkiy zaboni ustozlar aruzda ham go'zal ash'or bitishi mumkin ekanini isbotlab ketmishlar. Men o'z tilimda she'r yozishim uchun faqat aruz usulini qo'llashim shart emas demoqchi edim. Shundoqmi? Hali o'zingiz turkman tilida she'r ham yozurman dersiz. Albatta taqsir. Xo'p, qani unda buyuk shoirdan bir she'r eshitaylik, ha? Turkman tilining qanchalar boy erkaniga guvoh bo'laylik qani. Bosh ustiga taqsir.
Eshak o'zin hech kam demas bedovdan, qiymat bersang ot yoningda bilinar. Bedov degach hamma bedov teng bo'lmas. Chin bedovlar maydoningda bilinar. O'g'lonlikda bilmas eding, bek eding. Yomonga hech yoqmas so'zing, o'giting. Orif bo'lsang, aslin so'rma yigitning. Adabinda, izzatinda bilinar. Ofaring. Ko'p yashangiz. Bale. Ajoyib. Barakalloh. G'oyat go'zal. Ofaring. Juda yaxshi. Barakalla. Bale. Tashakkur. Tashakkur. Assalomu alaykum. Tilimizni himoya etmakka jur'at qilib hammani lol qoldirdingiz. Shoir! O'zingizga aytar bir gapim bor edi. Og'a, men boray. Sizni hujrada kutarmen. Ey shoir, ofaring, qoyil qoldirdingiz. Bu qadar iste'dodingiz borligini bilganimda, siz bilan ilk ko'rishgan kunimdayoq og'ayni tutunardim. Hijolatdaman. O'sha kungi adabsizligim uchun uzr so'rarman. Uzrimni qabul qilurmisiz? Uzringiz chin bo'lsa qabul qilgum. Alloh kechirimli bo'lmoqni buyurgan. Minnatdorman. Kechirimli erkaningizni bilurdim. Maxtum quli, inim. Abu Qahton ibn Ahmad Shomiy hazratlari bugun kechga o'z uylariga sizni Navoiyni mutolaa qilishga taklif eturlar. Takliflari uchun minnatdorman beshak. Zotan ul zotning bunday iltifotiga men loyiq emasmen. Bu fikr aslo to'g'ri kelmas. Ilk kundan adab va tarbiyat haqida pand nasihat qilib berdingiz. Endi esa o'zingiz taqsirning takliflarini rad etib, ustozning ko'nglini ranjitmoq istursiz. Dildan qilingan suhbat darsdagi ayrim ko'ngil xiraliklarni ham yozadur. Mayli. Unday bo'lsa men rozi. Bo'ldi inim. Hali oqshom madrasadan o'zim sizni olib keturmen. O'lmang. O'sha kuni Arabning mas'alas Qur'onning o'zini o'qiladi. Agar xudo bo'lsa, rosa sharmanda bo'ladi. Assalomu alaykum, taqsir. Va alaykum assalom. Mana yangi talab ilmlarni ham boshlab keldim. Oho, buyuk shoirimiz kelib turlar-ku. Qadamingizga hasanot. Assalomu alaykum taqsir. Va alaykum assalom. Ha, kelinglar. Qani o'sha tomonga o'tinglar. Maxtum quli, siz bu yoqqa, Marhamat. mening yonimga o'tiring. Qani sizlar bu yoqqa yuringiz. Qani? Sohibali, Labbay. mehmonga sharobdan qo'yib ber. Dastlab yeb ichib qorinni to'qlab olsinlar. So'ngra mutolaaga o'tirmiz. Xo'p bo'ladi taqsirim. Maxtum quli. Kunduzi darsda ikkimiz bir-birimizni to'g'ri anglay olmadik chog'i. Ilm toliblari orasida meningla bahs qildingiz. Salbiy adablik bo'ldi. Ammo biz sizni yoshligingizni inobatga olib kechirurmiz. Bu yerga sizni shu suhbatimizni davom ettirmoq maqsadida taklif etdim.
Haydar, mehmonga chilimni uzat. Xo'p bo'ladi. Bir tortingchi. Chilim tarqoq fikrlaringizni joyiga yig'ur. Asl g'azal qanday yozilajagini balki shunda anglarsiz. Oling birodar, bitta torting, rohat qilaversiz. Keragi yo'q. Adabsizlik qilyapsiz Maxtum quli. Adabsizlikmi? Sizningcha chilim chekib sharob ichish adablilik hisoblanurmi? Yigitlar turingiz. Ketdik. Hoy mullavachcha. Nima qilayotirsan? O'zingiz nimalar qilayotirsiz? Madrasa mudarrisi Navoiyni mutolaa qilish bahonasida toliblarni yig'ib, ay shu ishratdan saboq o'tayotirmisiz? Turingiz yigitlar, aqlingizni yig'ing. Bu ku yo'ldan adashgan g'ofil mulla ekan. Nechun ergashishingiz kerak? O'chir. Beandisha betofuq. Ket yo'qol. Haydar. Lapay. Nega qarab turibsan? Yo'qot buni. Yuringiz. Qo'lingni tort. Laychangizni ovora qilmang. Shundoq ham ketavermayman. Ammo shu xonadagi chilimxo'rlarga atalgan bir she'rim bor. Avval uni o'qib berib, so'ng ketavermayman. Qo'lingni tort bunday nohaq taloshdan. Puling kuyar, iching yonar bu ishdan. Erta qorning to'ldirarlar otashdan. Zahmi chiqmas qolar jonda chilimkash. Ikki dunyo yaxshilik yo'q egriga. Erkak bo'lsang, qadam qo'ygil to'g'riga. Benamozga, g'iybatchiga, o'g'riga yo'ldosh bo'lar yovuz kunda chilimkash. Maxtum quli Mavlom jondan yaqindir. Chilim achchiq tutun tan bir zamindir. Iymon bir qushdir, gavda bir indir. Qush turmagay buzuq inda chilimkash. Bu she'rning ma'nosini tushungan odamlar bo'lsa magar, meni fikrimcha, hech qachon qaytib bu yerga kelmaslar. Yo'qol! Ketlar ketdik. Ket. To'xtanglar. Hayon ketursizlar. Olinglar. Qo'yingiz. Maishatni davom ettiring. Men bu ko'rnamakni odam deb chaqirsam, menga sapchiydirmi? Hali bu ishiga pushaymon qildirurmen. Taqsir. Shayxul Islomga yetkursa ne qilurmas? Ne qilurmiz? Ne qilurmiz? Taqsir. Ne qilurmiz? Taqsir. Ne qilurmizmi? Dard qilursan, balo qilursan. Hammasiga sen aybdorsan. Senlar aybdorsanlar. Hammangiz pushaymon bo'lursiz hali. Meni kim sen Abu Qahton Shomiyni bir tolibi ilm kelib oyoq osti qilsa-yu, senlar og'izlaringni ochib o'tirsalaring. La'nat senlarga. Og'a, eshitishimcha, kecha Shomiy hazratlariga nisbatan xo'p adabsizlik qilibsiz. Hammani og'zida shu mish-mish. Shundoqmi? Kecha oqshom yangi toliblardan ko'pini taklif etib, meni aytmabdirlar. Siz ular istaganchalik badavlat bo'lmasangiz kerak-da. Shayton uyasiga bormag'oningiz yaxshi bo'libdi. Shayton uyasi deysizmi? Astagfirulloh. Shomiy hazratlari toliblarni og'uga o'rgatib, ulardan jaraq-jaraq tangalarni olib kun ko'radirlar. Og'u furushlik, chilimkashlik, ichkilikbozliklarning bari hazratning qo'shimcha darslarida o'tilur. Astagfirulloh ya tavba. Shunday. Haqiqatmi bu? Men bir narsaga hayronman. Shayxul Islom va boshqalar nahot bu ishlardan xabardor emasdirlar? Nahot hech kim nazorat qilmas? Endi Shayxul Islomni bilmadim-u, illo boshqa domlalarning xabarlari bor. Faqat hech kim biror narsa qilishga botin olmaydir. Chunki
Ularni shaxsan Qushbegining o'zlari qo'llab-quvvatlarmish. Qarindoshchiligi bor deyishadi. Ko'rib turib, birodar, ko'rmaganlikka olmoq katta gunohdir. Bu g'ofil bandani yo'ldan qaytarmoq kerak. Taqsirga faqat Amir Rahimbeyning kuchi yetmasa boshqasiniki yetmaydi. Og'a, siz endi ogoh bo'lib yuring. Shomiy ko'z tikkan talaba madrasada ko'p ushlanib qolmaydir. Yo o'zi ketkizadi, yo toliblarning o'zlari ketishga majbur bo'lurlar. Do'ppilarga kelib qoling. Do'ppilar bor, ajoyib. Mana bu buyumlarning go'zalligini qarangiz. Kelinglar. Do'ppilardan beraymi? Qancha so'raydirsiz? 1 tanga. 1 tanga? Shundoq. Shaharlar, Tashakkur. oq saroylar qolmaslar. Azim shaharlar, oq saroylar qolmaslar. Qolsa so'ldan qizil til, jon javhardir tan bir kul. Hazar maqomli bulbul, ulug' bog'lar qolmaslar. Hazar maqomli bulbul, ulug' bog'lar qolmaslar. G'am chekma g'arib odam, beklar shohlar qolmaslar. O'chir munofiq! Beklar nomiga bundoq nomaqbul qo'shiq kuylashga senga kim izn berdi? Betofiq! Yalangoyoq! Yaramas! Taqsir, tuzukmisiz? Haloyiq! Meni eshitursizmi? Eshitib qo'yingiz. Kimda kim Amir hazratlari nomiga nomaqbul so'z aytsa, oliy jazoga tortiladir. Olingiz bularni. Haqdan yetishsa farmon, nechora bor ne darmon. Osmon, quyosh, oylar zon, ham yulduzlar qolmaslar. Betofiq nobakor. Amir Rahimbey hazratlariga tik qarashga senga kim izn berdi? Ha? To'xta. Nechun bu g'aribni himoya qilmoqdasan? On hazratlari, siz qo'shiqning so'nggi satrlarini eshitib, noto'g'ri xulosa qildingiz. Bu qo'shiqda hech ham siz hazratlari sha'niga so'z aytilmagan. Siz qo'shiqning asl ma'nosiga diqqat etmadingiz chog'i. Bu oxir zamon haqidagi qo'shiqdir. Baxshibul qo'shiqni aytmoqdan gunohkor bo'lsa, uni yozgan shoir 2 hissa gunohkordir. Shu sababdan uning jazosini men tortmoqqa tayyorman. Bir qosh qonimdan keching, Amir hazratlari. Sen kim bo'lursan? Kamina Maqsud Yusuf o'g'lidir men. Amir hazratlari. Og'am xato qildilar. Iltimos, ularni jazolamangiz. Ularning o'rniga meni jazolangiz. Yo'q, Amir hazratlari. Agar mumkin bo'lsa, meni jazolangiz. Sizlar chetga o'tingiz. Bu she'rni men yozganman. Shu sababdan jazoni o'zim qabul eturmen. Bularni saroyga boshlab boringiz. Bosh ustiga amirim. Ko'rinishingizdan Buxorolik emassiz, to'g'rimi? Shundoq, Amir hazratlari. Biz turkmanmiz. Inim Maqsudbek ersa Toshkentlik. Shundoqmi? O'zbek turkman aslida turk og'ochining 2 qudratli shoxidir. Sizlar Buxoroga ne yumush bilan kelgan erdingiz? Ko'kaldosh madrasasida ilm olg'oni kelib berdik. Ha, tolibi ilmsiz.
Shundoq. Barakalloh. Xo'sh. Madrasada ne gaplar? Islom ilmini Qubbatul Islom bo'lmish Buxoroda olishni to'g'ri o'ylabsizlar. Minnatdormiz. Madrasada hech qanday mushkulot yo muammolar yo'qmi? Xo'sh, bir qoshiq qonimdan keching, amirim. So'ylangiz. Biz Buxoroy sharifga uzoq shahar va qishloqlardan katta orzu va umidlar bilan kelganmiz. Biroq madrasada ayrim kimsalarning islomni niqob etib, tashqarida gunohkorlarga xos ishlar bilan shug'ullanayotganlarini ko'rib, biroz ranjidik. Eshitdingizmi? Nimani? Shomiy mudarris va uning jiyani Haydar qochibdir. Nima? Amir Muhammad Rahimli alarning tungi hujrasidagi bo'layotgan voqealarni hammasidan xabar topibmish. Alarni qatl etishga hukm qilibdir. Qutulib qolishibdi-da, yaramaslar. Yo'q, qutulib qololmaydirlar. Mirshablar butun shaharni g'alvirdan o'tkazmoqdalar. Buxorodan chiqib ketmagan bo'lsalar, shaksiz topilurlar. To'xtangiz. Kimsizlar? Assalomu alaykum. Hujjatlaringni ko'rsat. Arobada kim bor? Mana hujjatlar. Arobada Hind savdogari va uning zavjasi. Mana bu qo'shimcha hujjatlari. O'taverishsa. Arobada Hind savdogari va uning ayoli. Shu jonivor. Minnatdorman. O'tib oldingmi? Shundoq chog'i. Tengu to'shim bo'z yigitlar. Har kim bir ishga ulashdi. Haq har kimga bir yo'l berdi. Har kim bir burchga talashdi. Kimlar kirdi haq yo'liga? Yaxshilik tushdi fe'liga. Kim qilich oldi qo'liga? Shonli islom dinin ochdi. Nor bedovli beklar, xollar
otlansa to'lar maydonlar, urdi eshik, to'kdi qonlar, qochoqlar boshidan kechdi. Biz istadik ulug' yoron, nasib bizni etdi hayron. Kim ketdi Eron, Turon, kim Isfahon, Tabriz ochdi. Haqqa ayon erdi holim. Xalqda bilgan bo'lmas ma'lum. Maxtum quli mening yo'lim ul do'stlardan ayro tushdi. Maxtum quli, Buxoroni tark etishdan avval Hazrati Bahovuddin maqbaralarida tuni bilan ibodat qilganingiz xo'p, yaxshi ish bo'libdi. Bahovuddin balogardon qabrlarini ziyorat qilmoqni uzoq yillar orzu qilib berdim. Allohga beadad shukrkim, niyatimga yetkurdi. Yana bir muddat shu yerda qolsangiz bo'lardi, og'a. Sizga ancha ko'nikib qolgan edik. Men uyga qayturaman, Maqsud. Bormasam bo'lmas. Meni u yoqda otam, sevgili yorim hamda bugun tarqoq holda bo'lsa ham bir kun birlashib barqaror bo'lajak turkman elim kutmoqda. Inshaalloh. To'g'ri so'yladingiz, og'a. Biz turkmanlarning bir zamonlar o'z xalqi, o'z millati, o'z poytaxti va sultonlari bor edi. Ammo so'nggi davrlarda buyuk millat bir necha turli xil qavmlarga bo'linib ketdi. Ayni damda bo'lsa, bu millatning boshini bir qilmaklik juda qiyin. Alarni birlashtirmaklik esa siz va bizning muqaddas burchimizdir. Inshaalloh. Haqsiz inim, haqsiz. Turkman eli turkiy dunyoga O'g'izxon, Sulton Sanjardek buyuk hukmdorlarni bergan. Turkmanlar o'ta mard va tanti xalqdir. Shu sababdan inim elingiz uchun shunday ash'orlar bitingki, bu xalqingiz dardiga darmon bo'lib, Turkmanni birlashtirmoq uchun xizmat qilsin. Tashakkur taqsir. Albatta. Kimsen? Kim bo'lursen? Davlat Mamat o'g'li Maxtum quli. Maxtum quli? Ul nimadir? Darvozasiz qal'adir. Ul nimadir? Derazasiz binodir. Ul nimadir? Bir-biridan a'lodir. Shoir bo'lsang, shundan bizga xabar ber. Ul ko'ngildir, darvozasiz qal'adir. Ul qabrdir, derazasiz binodir. Ul oy kundir, bir-biridan a'lodir. Bizdan salom bo'lsin, javob shundaydir. Maxtum quli. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qilmadimmi? Bezovta qilmading o'g'lim. Ne qilib yuribsan shunday havoda? Qani ichkariga kir. Tashakkur. Ma, o'lma, yo'q bo'l deyurlar. Seni ham ko'rar kun bor ekan-ku. Bu qorong'iga qolib sen o'g'lim. Tinchlikmi har nechuk? Qosh qorayguncha uyga yeturmen deb edim. Bo'ron turib, yo'lda qolib ketdim. Bo'ron zo'rlab kelmasa, ustozingning uyiga kelish xayolingga ham kelmas ekan-da, ha? Ustoz mendan ranjimangiz. Shu bugun ko'rishmak nasib etgan ekan. Yaxshisi, yangiliklardan so'ylangiz. Yurtda nimalar ro'y berur? Og'alarimdan xabar bormi? Otam qandaylar? Keksa mullaning ahvoli yaxshi, Allohga shukr. O'tgan hafta Harpoq o'g'lini nikohlab, katta to'y qildi. Ana o'sha yerda qoratog'liklar haqida maslahatlashdik. Ammo natija bo'lmadi.
Abdulladan ham, Mamad Safodan ham xabar yo'q. To'g'risi xabar olib xabar berganlar ham yo'q. Shundoq qilib, Shehim Qarpiq uylandi deng ustoz. Xo'sh, kimga uylandi? Buni senga qanday aytsam ekan, o'g'lim? Seni bulbul qilib sayratgan G'unchaga uylandi. Nima? Shehim senga dushmandir. Yorni yordan ayirgon. Senga so'nggi pushmondir. Yorni yordan ayirgon. Maxtum quli der, ko'rdim. Haq ishiga tan berdim. Yaratganga topshirdim. Yorni yordan ayirgon. Hazrat Navoiy hikmatlarining qiyosi yo'q. Har bir so'zi oltinga tengdir. Iloho joyi jannatda bo'lsin. Bu kitob uchun seni Tangri yorliqasin. Zubayda qizim, sen bor, ishlaringni qilaver. Bilamen o'g'lim. Sen mendan xafasen. Bo'lib o'tgan voqealardan bexabar qoldim. Netay, Eshon quli hech kimga aytib o'tirmay qizini Qarpiqning o'g'liga uzatib yuboribdir. Endi ko'nmoqdan o'zga iloji yo'q. Tushunurmen ota. Peshonaga ul ro'zi azal taqdirni naqqoshu azal bitsa shu men naqlay. Hazrat Umar Xayyom Allohning yozig'in hargiz bandasi o'zgartira olmas debdirlar. To'g'ri aytgan o'g'lim. Menga ham oson emas. Og'ang, ining daraksiz ketdilar. Men toki hayot ekanmen, to'yingni, bolalaringni ko'rsam deyman. Boshqa armonim yo'q. Lekin ota, men o'qishimni davom ettirmoq istarman. Mayli kuya Maxtum quli. Lekin meni ham bu dunyoga mehmon ekanimni unutma. Bilbilim ahlar çekip hadi gullardan ayrıldım. Bulbul men ohuzor chekib toza gulzordan ayrildim. Ko'zimdan qonli yosh to'kib ul sevar yordan ayrildim. Yor surma qo'ysa yarashar, ta'rifin keltirsam agar, og'zi g'uncha, labi shakar, bir zulfi tordan ayrildim.
Shirinjonda yo'qdir toqat. Jabri uning jonga rohat. Qoshlari fitnai ofat. Ko'zi xumordan ayrildim. Ayrildim g'uncha gulimdan. Qora sochli sumbulimdan. Xush ovozli bulbulimdan. Shirin guftordan ayrildim. Telba ko'nglimning armoni. Barcha go'zallar sultoni. 8 jannatning bo'stoni. Bog'u bahordan ayrildim. Ellarining dong'i doston. Zilol suv yaylovga kon. Go'klanglik qiz Minglixon otliq dildordan ayrildim. Maxtum quli mastu hayron. Ta'rifiga bitdim doston. Manzilgohi bog'i bo'ston. Olma anordan ayrildim. Ota, hali yotmadingizmi? Uxlay olarmidim o'g'lim? Ibrohimjon qanday? Ibrohimjon o'sha. Qo'shni ovullarda shu xastalikdan 3-4 ta go'dak vafot etibdir. Bardam bo'l o'g'lim. Shukr et. Bizga faqat Allohdan yolvormoq qoldi. Ey Xudoyo, fazling-ku koni karam. Qahringa ham lutfinga bo'yindir alam. O'g'lim.
Bilamen o'g'lim, bilamen. Iching yonayotir. Avval zurriyoting, so'ng ayoling. Qismating shu yerkanda. Ketmasam bo'lmaydir. Ketaver o'g'lim. Ketaver. Sizni ham olib ketayin. Makka yu Madinaga, Rasulullohning ravzalariga boramiz. Cho'kkan ko'ngillarimiz yorishur. Elimiz uchun, xalqimiz uchun birga duo qilaverdik. Yo'q o'g'lim. Men endi keta olmayman. Meni yoshim bir joyga yetdi. Taqdir seni qayga boshlasa, o'sha yo'ldan og'ishmay ketaver. Nasib etgan bo'lsa, yana ko'rishurmiz. Seni Allohga topshirdim o'g'lim. Yo'ling oq, yo'ldoshing haq bo'lsin. Ayo do'stlar, falak jabri boshimni mubtalo qildi. Ayirdi suygan bolamdan, yuragimni yaro qildi. O'tdi xushvaqt, xurram vaqtim, buzildi tillodin taxtim. Yangi bitgan bir daraxtim, xazon yeli fano qildi. Shum ajalga bo'lmas chora, jabringdan qoldim bu zora. Yuragimni qildi yara, g'arib jismim ado qildi. Endi birdan qarorim yo'q, bu manzilda turorim yo'q. Bu so'zdan hech xabarim yo'q. Xabarsiz benavo qildi. Og'a? Maxtumquli og'a? O'zingizmisiz? Maqsud inim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Og'a. Maqsud, omonmisiz? O'zingiz omonmisiz? Bormisiz? Ko'zlarimga ishonmayman. Og'a, oradan qancha vaqt o'tdi? Men allaqachon madrasani bitkazib ketgandirsiz deb o'ylagandim. Yo'q, uldamlar Xivaga kela olmadim. Kelmadingiz? Nechun? Bir gap bo'ldimi? Hova, ko'p voqealar bo'lib o'tdi. Shu choqqacha Gergizdamadingiz? Yo'q, men Gergizdan ketganimga 1 yilcha bo'lib qoldi. Ha. Undan so'ng Afg'on va Hind yerlarini borib ko'rdim. Ha, ko'p yaxshi insonlar bilan tanishdim. Siz qachon keldingiz? Hali hammasini gapirib berursiz. Men kelganimga 2 oycha bo'ldi. Xivada yashash yaxshi-yu, ammo narx-navo biroz qimmatroq ekan. Sherg'ozixon madrasasida bir hujraga joylashdim. Sizga ham joy yetadi. To'lovdan xavotir bo'lmangiz. Shu yo'lning so'ngida bir tabibning hujrasi bor. Unga shogird tushdim. Dorilar tayyorlab berganimga taqsir menga haq to'lab turibdirlar. Alloh nasib etsa ikkimizga ham yetadi. Inshaalloh inim. Bu ustaxonamu? Shundoq. Zargarlik ustaxonasi. Uzun kesattirmoqchimidingiz? Yo'q. Bu yerda yashash qimmat deb aytmadingizmi? Yelkan qizga xurjun ortish niyatim yo'qdir. Anglamadim.
Sizga zargarlik qonimda bor deb aytmadimidim? Demagansiz? Bu menga ota kasbdir. Yo'q, og'a zargarlik qilurmen demoqchimisiz? Shunday. Siz tabibchilik ila, men bo'lsam zargarchilik ila mashg'ul bo'lamiz. Qani yuringiz. Xohlasangiz o'zim ko'rsaturmen. Ko'rib chiqsak bo'larmikan? Shogirdlikka olsalar yaxshi bo'lardi. Ha, mayli. Kelishdik. Qo'y. Zayd hazratlari, mehtarlik martabasi muborak bo'lsin. Xon hazratlari xizmatida bo'lishlik hammaga ham nasib etavermas. Men sizga aytsam. Qulluq. Ammo Mavlono sizdan qo'rqish kerak ekan. Nega? Xiva xoni Qoraboyxonning o'rniga Temur G'oziyxonni qo'yishni Buxoro amiri Rahimbeyga siz maslahat beribsizmi? Shu to'g'rimi? Shogirdlaringizdan eshitdik. Manmanlik bo'lmasin u. Amir ham, xonlar ham maslahatimizga quloq solurlar. Ey! Bo'lmag'ur gaplarni ne qilursiz gapirib? Xon hazratlari kelib sizdan maslahat olur bilar. Axir siz O'chir ovozingni. Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Uzr. Nima? Maxtum quli Xorazmda Xivaga kelib turdi ekan. Yaxshi. Uni bu yerga ajal yetaklab kelgan ko'rinadir. Ya Alloh, sevgan yoringiz o'zgaga turmushga chiqib ketgan bo'lsa, yoshgina farzandingiz va ayolingiz bevaqt nobud bo'lgan bo'lsalar, bu nechuk jafo, og'a. Ey falak, bunchalar ham beshafqat bo'lmasang. Dunyo uchun chekma qayg'u andisha. Sabr et balosiga rozi kelmisha. Yig'labon g'am bilan tolma hamisha. Ajal qo'li yoqang tutib boradur. Biz tomonlarda asosan nastalik xatida yoziladir. Bu xat kitoblar yozish, maktublar bitishda o'ng'aydir. Ammo birorta nuqta unutib qo'yilsa, butun fikr buziladir.
Ana! Qani? Bu yozgan xatimni o'qib beringchi. Qalam o'lsin, ko'zni ko'r qilg'on. Barakalloh. Ammo buning ma'nosi nedir? Re va z harflari bitta nuqta bilan farqlanadi. Illo nuqtasi bo'lsa z, bo'lmasa re. Endi qarang. Mana shu ko'z so'zidagi bitta nuqta tushib qolsa, ne bo'ladir? Ko'r bo'ladir. Ko'z ko'r bo'ladir. To'g'rimi? To'g'ri. Ustam. Ha? Mana bu ham bitta. Qani? Ma'qul. Naqadar latif ishlanibdir. Go'zal. Men ilm ahlini qo'ldan yozishdan boshqa hech ish kelmaydir deb o'ylab berdim. Maxtumquli, meni lol qoldirmoqdasiz. Siz nihoyatda didi nozik zargar ekansiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Og'amni nozik zargar dedingizmi? Shundoq. Mana buni ko'ringiz. Qani? Qanchalik nozik did ila ishlangan. Qo'yil. Men to'g'risi og'am zargarman deganlarida ishonmagan edim. Endi esa amin bo'ldim. Mashalloh. Qo'yil. Marhamat. Og'a, ishingiz bitgan bo'lsa ketdikmi? Usta, ruxsat beringiz. Nollardan olib bering og'a. Iskra olaba. Olib bering. Keyin olib beraman bolam. Yur. Sog' bo'lingiz usta. Maqsud. To'xtang. Haqingizni olib ketingiz. Keyinroq hammasini qo'shib yaxlit berursiz. Yo'q bo'tam. Men har kimning haqqini o'z vaqtida to'lashga odatlanganman. Usta sizni ko'p maqtadilar. Zerikib qolmadingizmi? Yo'q, havasla ishladim. Men yasag'on uzuk va zebi-gardonlar ustaning ko'ngliga yoqmoqda. Qo'lingizdan har ish kelishiga shubham yo'q edi. Jo'riqul bolam. Voy, tabib bormi? Tabibni chaqiring. Bolam hushini yo'qotdi. Yordam bering. Ko'zingni och, bolam. Yordam bering. Haloyiq. Taqsir, ne bo'ldi? Birdan hushdan ketib qoldi. Yordam beringiz. Iltimos sizdan. Panoh yer bormi? Yordam beringiz. Bu ana yerga olaylik. Nega ko'zini ochmaydir? Nega hushga kelmayotir? Bolam, Jo'riqul bolam. Jo'riqul, qayga olib ketayotirsiz bolam? Bolam. Og'a, o'zingizni bosingiz. Do'stim tabib. Qarab qo'yadir, xavotir olmangiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelingiz. Uzukning ko'ziga mana bu yoqutni qo'yib bergaysiz. Bu yoqut juda qimmatbaho. Agar unga bir gap bo'lsa, boshingiz ketadir. Angladingizmi? Angladim taqsir. Xavotirga hojat yo'qdir. Bir shogirdim bor. Bu kabi yoqut toshlarga benihoya nozik jilo beradir. Buni yasashni unga topshirurmen. Bu uzuk hojamdan xon hazratlariga sovg'a bo'ladir. Shuni yodda tutingiz. Havo taqsir. Madad ber Allohga. Nima bo'lib tur, Maqsud? Ahvoli yaxshimi? Bolam. Shoyi komil ato etsin Alloh. Taqsir. Bo'l. O'zingizni qo'lga olingiz. Ahvoli durust.
menga qarangiz. Alhamdulillah. Farzandingizni quvvatsizlikdan mador qo'ygan. Inshaalloh o'ziga kelur. Kelurmi? O'zingiz keltiraymiz. Yo'q, avval hushiga kelsin. Ko'zini ochurmi? Tafsir, meni eshitdingiz. O'g'lingiz alohida qarovga muhtoj. Angladingizmi? U aslo och qolishi mumkin emas. Meni bir tayinli ishim yo'q. Unda beklar ishga chaqirib, 1-2 tanga beradurlar xolos. Endi nima qilur men? Bolamdan qandoq oyoqqa turg'azur men? Olingiz. Yo'q, olingiz. O'g'lingizga yaxshi yemak olib buni berasiz. ololmas men. Olingiz dedim. Uni ham Tafsir. o'zingizni ham ehtiyot qiling. Olingiz. Tortinmangiz. Ota. Ana, shunga keldi. Bolajonim, bolam. Choriqul o'g'lim. Alhamdulillah, o'zingga behisob beadat shukr. Bolam xushga keldi. Bolam, tuzukmisan o'g'lim? Meni qo'rqitib yubording-ku. Rahmat yine. Butam. Kelg'oningizga 3 oydan oshibdir. Shu damgacha so'rashga iymandim. Nechun doim ko'zlaringiz ma'yus, g'amgin yurursiz? Anglashimcha biror bir dardingiz bor. Bu dunyoda dardsiz inson bormi, ustam? Shod-u xurramlik bizning nasibamizga yozilmagandir-da. Bunday demoqlik uchun boshingizdan nelar kechgan bo'lishi mumkin? Ustam, siz so'ramangiz, men ham aytmayin. Avvaliga elning suyanchiq tog'lari, og'alarimdan ayrildim. Ochilmagan g'uncha gulim, sevgan yorimdan ayrildim. So'ngra zavjam, jigar bandim. Borlig'imdan ayrildim. Dardimiz bir ekan Butam. Men ham ikki pahlavonimdan, zavjamdan ayrilganman. Bir urush to'ng'ichimdan, yana bir kenja o'g'limdan judo qildi. Ularning dog'iga chidolmayin. Ko'p o'tmay zavjam ham vafot etdi. Xonlar, amirlar, beklar taxtalashib, ermak uchun urush boshlab, avon xalqni jangga yuboradurlar. O'zlari esa saroyda yashab, kunlarini shod va xurramlikda o'tkazadurlar. Xud ul dam cho'zin ado qildi. Barcha qushlar anga duo qildi. Ul zamonda xumo u g'ayri xumo, qo'pdi-yu qildi barcha sayyat anga. Kirdigora Rahim u Rahmonsan, bilguvchi barcha rozi pinhonsan. Gar nishoti perishone boshidin oyog'iga isyoni. Tashakkur. Agarda yozganimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, quvonchimiz cheksizdir. Ammo kamina madrasangizga mehmon bo'lib kelganmen. Shu sababdan orangizda baydu g'azal mashq qilayotgan taliblardan bo'lsa, mushoiramu, bahru baytmu
o'tkazmoqlikni ma'qul ko'rurmen. Ijozat bersangiz taqsir, mushoirani men boshlab bersam. Marhamat, boshlangiz. Surtub yuzumi tun kecha dildor eshiginda. To subuh umidim yerda didor eshiginda. Ko'rmak tilabon orazi xurshid misolin. Bor erdi ko'zim tonggacha bedor eshiginda. Ko'p yashang. Ofarin, barakalloh. Tashakkur. ishq ahlining g'oyibi zuhd ahli bilmas rasmini, zero hayoli o'zgadir anglaganlarning ishq darsini. Barakalloh, barakalloh. Ofarin. Tasanno. Barakalloh. Barakalloh. Yashangiz. Ofarin. Barakalloh. Bilmadim hech qaysi dardning mubtalosidir ko'ngil. Yo Rab, ul bir bevafoning ko'p havosidir ko'ngil. Ishq daryodir tubi yo'q, hijron bir o'tdir o'chmag'ay. Ishqqa mayil etg'on o'tlara beshak yonosidir ko'ngil. Yig'labon maxtum quli dargohga arzini aytg'ay. Ne uchun ko'p yig'lag'on bir kun kulosidir ko'ngil. Ofarin, ofarin, Maşallah. Barakalloh. Talabingiz o'zgacha latofatli, fasohatli ekan. Ofarin sizga. Qulluq taqsir. Kelasi hafta juma kuni Ichanqal'ada xon hazratlari mushoira o'tkazmoqni buyurdilar. Uchovingizni shu mushoiraga taklif eturmen. Tashakkur taqsirim. Minnatdormen taqsir. Juda go'zal. Bu nechuk toshdir? Toza yoqut. Yo'q. Rosa qimmat bo'lsa kerak-a? Buning narxi bizni ikkimizning boshimizdan qimmat. Gapni ham qoyil qilasiz-da. Meniki-ku mayli-ya. Lekin sizni boshingiz uchun bu kabi yoqutlardan bir tog' bo'lsa ham kam. Oshirib yubordingiz. Maqsud inim kech bo'ldi. Siz madrasaga boraveringiz. Men ham ishimni bitirib borurmen. Yo'q. Sizni kutamen. Birga keturmiz. Yuringiz. Ha, yuringiz, ketdik. Ulug'xon Temur G'ozi xon hazratlarining ijozatlari ila mushoirani boshlagaymiz. Xonimizga sharaflar bo'lsin. Qani, pahlavon quli Ravnaq sizdan bo'lsin bo'tam. Ijozatingizla xon hazratlari. Na bir qosidga yetkursa salomim jonajonimga, na bir mahramki arz etsa salomim dilistonimga, xiromi qomati hardam qiyomat oshkor aylar, nechuk tashbih etay shamshodni sarvi ravon. Ko'p yashaysiz. Haydar. Tinchlikmi? Nimalar bo'lmoqda? Hozir hammasini bilib olursiz. Hujra tintilsa, tushunmadim. Nima gap o'zi?
Uzuk. Dorug'a janoblari. Bu xurjunni egasi sizmi? Yo'q. Egasi Sarig'a ketgan. Mana bu uzukning sohibi kim? Bu uzukni Maxtumquli og'amiz yasaganlar. Lekin biz uni kecha ustaxonaga tashlab kelib berdik. Haydar, benomus. Bu seni ishingmi? Xo'sh, shu uzukmi? Ha, xuddi o'zi. Bu uzuk o'g'irlangan. Uni kim o'g'irlaganini ko'rgan guvoh ham bor. Bu tuhmat. Uzukni mana bu battol o'g'irlab, xurjunga solib qo'ygan. Bu yaramasini yaxshi bilurmen. O'shaning sherigidir. Buni ham olingiz. Otlaning. Siz ham biz bilan ketursiz. Qani, Maxtumquli, siz davom ettiring. G'ayrati kam bo'lur, gavhari ozning. Qiymati past bo'lur, motamda sozning. Uyiga borsangiz, bir beniyozning ko'kragi qisilar, ko'ngli tor bo'lur. So'ngra tavba etmas haq yo'ldan ozg'on, o't yoqsang, qaynamas bir quruq qozon. Fahm eting, har yerda bir fe'li yomon yovuz musallahga sazovor bo'lur. Xo'p, hazratlar. Tashakkur. Dorug'a kirishga izn so'raydi. Mushoirada o'g'ri bor ermish. Kirishsin. Angladim. Tasanno. Chaqiringiz. Muhtaram jamoa, Ulug' xon Temur G'ozi xon hazratlari mushoirani bir muddat to'xtatishga amr eturlar. Dorug'a janoblari, kiringiz. Umringiz ziyoda bo'lsin, muhtaram xon hazratlari. Xo'sh, kelmog'ingizning boisi ne? Saroyning mehtari olisi bo'lmish Mavlono Zayd hazratlari muhtaram xon hazratlariga atab yoqut ko'zli uzuk yasatmishlar. Biroq zargar ustaxonasiga shu bugun o'g'ri tushib, uzuk o'g'irlanibdir. Astag'firulloh. Uzuk o'g'risini ko'rgan guvoh bor. Biz o'sha o'g'rini olib ketgani keldik. O'g'ri? Astag'firulloh. U o'g'ri kim ekan? Guvohning ta'kidlashicha, shoir Maxtumquli. Maxtumquli. Uning xurjunidan mana shu uzuk topildi. Bo'lishi mumkin emas. Qozi Kalon, shu yerdamisiz? Shu yerda men xon hazratlari. Qozi Kalon shu yerda. Uzuk egasi shu yerda. O'g'irlikda ayblanayotgan shoir ham shu yerda. Xo'sh, guvohlarchi? Guvohni ham olib kelganmiz. U holda bu o'g'rilik ishini qozixonaga bormay, shu yerning o'zida hal qilmoqlikka qanday qaraysiz, Qozi Kalon? Qaroringizni ma'qullayman, xon hazratlari. Dorug'a janoblari, guvoh kim?
Olib kiringiz. Xo'p, taqsir. Olib kiringiz. Xo'p bo'ladi. Ham bor emish. Endi Gel. Xon hazratlariga ta'zim qil. Umringiz ziyoda bo'lg'ay, xon hazratlari. Mavlono Zayd hazratlari tomonidan xon Temurg'ozixon hazratlariga sovg'a tariqasida buyurtirilgan uzuk o'g'irlangani munosabatiyle ish ko'riladir. Da'vogar Zayd hazratlari, siz bu yonga o'tib turingiz. Guvoh shumi? Xuddi shundoq. Sen o'g'rini o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Shundoq taqsir. Ko'rdim. U kim ekan? O'g'ri shu, Maxtum quli. Yolg'on hazratim mumkin emas. Bo'ladi deydi-mu? Uzukni Maxtum quli o'g'irlagan. Jam bo'lingiz. Qani so'yla. Maxtum qulini taniysanmi o'zi? Javob ber. Qani o'sha Maxtum quli? Ko'rsat bizga. Maxtum quli shu. Astagfirulloh. O'g'ri Maxtum quli ekan. Bo'lishi mumkin emas. Bu yolg'ondir. Guvoh o'g'rini tasdiqladi. Jim bo'lingiz. Xon hazratlari. Odam o'g'li bu dunyoga qo'ymas seni olajakdir. Halol harom yiqqan moling so'ngra sendan qolajakdir. Maxtum quli, osiy quling, kufr so'zdan saqla tiling. Qiyomatda to'g'ri yo'ling sirot ko'prik bo'lajakdir. Ushbu misralarni yozgan shoir aslo o'g'ri bo'lolmas. To'g'ri, xon hazratlari. Guvoh yolg'on so'ylayapti. Xon hazratlari, ammo qayta so'rangiz. Bosh ustaga xon hazratlari. Ey, to'g'ri gapir. O'g'ri deganing aniq shumi? Gapir. Qanday o'g'irladi? Qayerdan o'g'irladi? Bir qosh qonimdan kechingiz, Ulug'xon. Bir qosh qonimdan kechingiz. O'g'ri bu ermas. Hammasini aytavermen, hammasini. Meni shunday guvohlik berishga mana shu janob undadi, Ulug'xon. Hammasini yo'qchilikdan qildim. Iymonimni sotdim. Yolg'on. Tuhmat qilmoqda. Men buni tanimayman. Ammo sen Maxtum quli og'amni yaxshi tanirsan. To'g'rimi? Ijozat bersangiz, men gapirayin. Ijozat. Biz Maxtum quli og'am birla Buxorodagi Ko'kaldosh madrasasida o'qigan chog'imizda
madrasada mudarris Abu Qahton ibn Shomiy degan domla toliblarni og'u va maishatbozlikka o'rgatib, evaziga katta boylik orttirib yurgan edi. Kamina Maxtumquli og'am ila uning iflos basharasini ochib tashlaganimizdan so'ng Buxoro amiri Shomiy domlani o'limga buyurdilar. Biroq domla va uning qing'ir ishlarini bajarib yurgan jiyani birgalikda qochib ketishga ulgurdilar. Anglashimcha, ular Maxtumquli og'amdan qasd olishni niyat qilganlar. Ulug' xon hazratlari, men aytayotgan Shomiy domla siz Mavlono Zayd deb hurmat qilayotgan mana shu taqsir bo'ladir. Yolg'on, bo'xton. Bu yolg'on. Bu tuhmat. Bularga inonmangiz. Bularni tanimasmen. Xon hazratlari, inonmangiz. Bu tuhmat. Bizga tuhmat qildilar. Maxtumquli, sen ham omon qolmaysan. Ustingiz uni. Maqsud, inim. Yuboringiz meni. Asta. Asta inim. Shu yerda men, inim. Habib bormi? Shu yerda. Habibni chaqiringlar. Asta. Yuboringiz. Jim o'tir. Og'a, sizni Zangiyotaga olib bormoqchi edim. Nasib bo'lsa, Zangiotaga birga boramiz, inim. Og'a, siz o'zbek va turkman ellarimiz birligi, mardligi, buyukligi haqida she'r bitishda davom etingiz kim? Ularni ikki xalq baxshilari kuylashsin. G'azali qo'shiqlaringiz qudrati shu qadar bo'lsinki, ikki xalq orasida abadiy mehr, do'stlik rishtalarini bog'lab tursin. Men siz kabi og'am borligidan ketmangiz. Maqsud. Alloh rahmatiga olsin. Amin. Jonli shunga. Alloh rahmatiga olsin. Allohu akbar. Gadolarning ko'ngli shohlikni tilar. Nodon ko'ngli yolg'on so'zni rost bilar. Beqadrlar dushmaningga do'st bo'lar. Ta'lim bergan ustodingdan ayrilma. Birov qashshoq bo'lib, birov boy bo'lar. Har kishining baxti iqboli kular. Boshga nima kelsa, tilingdan kelar. Maxtumquli, xalq yodidan ayrilma.